Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana bugun xudo xolasa shu ko'chatlarimizga o'g'itlash jarayoniga keldik va biz o'g'itlashimizda albatta 13 NPK 13-40-13, ya'ni o'sha azot kamroq, fosfori ko'proq, kaliy kamroq o'timizdan va ikkinchisi magniy sulfat va uchinchisi kombi, to'rtinchisi esa agrogumik. Shulardan oziqlantirib, shulardan foydalanamiz. 1 tonna suvimizga 13-40-13 NPK 1 kilo, 500 gram magniy sulfat, 100 gram kombi va 200 gram agrogumik beramiz. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, shunaqa dorilarni, oziqalarni oziqlantiradigan bo'lsang, albatta seni ko'chating o'sha urug'laring o'shanaqa hosil berishi mumkin, ish mumkin. Yo'q, bu adashasiz. Sababi biz o'sha juda ko'pchilik hudud joylarda sug'orish tizimida albatta quduq suvidan, yo bo'lmasam kashalka, yo bo'lmasam dirnash suvidan foydalanganligini hisobiga o'sha yerimizning unumdorligini yo'qotib tashlagan. Ya'ni biz o'sha yerimizni unumdorli qilib olishligimiz uchun albatta mana shunaqangi yaxshi dorilardan, ozuqalardan foydalanishimiz kerak. Sababi o'sha biz yoshligidan baquvvat qilib, ildizlarni baquvvat qilib, tanalarni baquvvat qilib, to hosilgacha shunaqa ozuqalarni yerimizning unumdorligini oshirib olsak, ana albatta biz keyin o'sha siz bilan biz kutgan hosilni olishimiz mumkin. Lekin siz agar shunaqa ozuqalarni bermay ekib qo'yib, xohlaganingizda ozuqa berib, xohlamaganingizda ozuqa bermaydigan bo'lsangiz, bilingki, zo'r, yaxshi, kuchli urug'ni olib ekkaningizda ham o'sha siz xohlagan natijani ola olmasligingiz mumkin. Endi hurmatli dehqonlar, bir qator shu ozuqalarimizni tarkibi bilan va ko'chatlarimizga qanaqa foyda keltirishlarini batafsil tushuntirib beraman. Azot, fosfor, kaliy. 13% o'sha azot o'stirish uchun va barglari yaxshi rivojlanish uchun. Fosfor esa o'sha ildiz sistemasini yaxshi baquvvat qilib o'zlashtirib va o'sha yangi naycha gul shaklini rivojlantirishga juda katta yordam beruvchi bu fosfor ozuqamiz. Va uchinchisi bu kaliy. Bu kaliyimiz albatta biz qo'shib berishimiz kerak. O'sha kaliy o'sha bizning hosilimiz, ya'ni yangi chiqayotgan naycha hosilchalarimizni yana zichlar qilib, baquvvat qilib, o'sha illati naycha to'kishlikda ancha oldini oladi va ko'chatingizning hosilini chiroyli qilib yetishtirib, sifatli qilishga yordam beradi. Va buni NPK 13-13 aytib o'tdim. Endi magniy sulfat bu ko'chatlarimizni baklarini to'q yashil qilib, yaxshi ishlashga yordam berib va fotosintezini kuchaytiradi. Va o'sha hosilingizga yana ham hosil qo'shib, yaxshi daromad olib kelishlikka ancha yordam beruvchi, albatta berishimiz kerak. Endi bu kombimiz juda ko'p mikroelementlarga boy bo'lgan ozuqa hisoblanadi. O'sha bizning ko'chatlarimizga kerakli bo'lgan ozuqalar mana shu kombimizning ichida bor. Rux, temir, marganets, bor va hokazo shular ichiga kiradi. Endi agrogumikimiz shu beriladigan hamma ozuqalarimizni ko'chatlarimizni o'ziga tez hazm qilib, yaxshi singdirib beruvchi vazifasini bajaradi. Bu agrogumikimiz gummi va folik kislotalarga boy bo'lgan leonarditdan olinadi. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Uzr, lekin videom cho'zilib qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. Sababi endi shu 4 xil aralashma dorini bir tarkibini va ko'chatlarimizga qanaqa foyda keltirishlarini aytib o'tganligini bois videolarimiz ozgina cho'zilib qoldi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Va xudo xolasa shu ko'chatlarimizni albatta kuzating, qanaqa hosil berishligini va o'zingizga yoqqan shu navlarimizni tanlang. Biz butun O'zbekiston bo'ylab shu urug'larni dastlabki qilib yetkazib beramiz. Nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublika davlatimiz Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga ham o'sha dastlabki qilib jo'natib beramiz xudo xolasa. Bizning maqsadimiz shu ko'chatlarimizni o'zimiz bir amalda sinab ko'rib, keyin o'sha hosildorligini, kasallikka chidamliligini bilib, keyin biz siz hurmatli dehqonlarga bemalol tavsiya qilib aytaveramiz, beraveramiz. Siz ham bemalol o'sha o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan hosilini va kasallikka chidamligini ko'rgan navingizni tanlab, siz ham ko'nglingiz to'q qilib bemalol ekaverasiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.